Pul rezinkasini shunday tishlab turib, uzib olib, yana qayta o'z holatiga tiklab qo'yish ilojisi bor. Buni hozir men sizga ko'rsataman. Va pulimiz rezinkasi yana butun. Buning uchun bizga ikkita rezinka kerak bo'lmaydi. Videoni oxirigacha ko'ring, o'rganib olasiz. Buning uchun bitta pul rezinkasi va ozgina shustrik bo'lsangiz bo'ldi. Shu tarzda rezinkani ushlab olamiz, oldindan tayyorlab olamiz va tomoshabinga ko'rsatamiz. U xuddi oddiy bitta rezinkaga o'xshab ko'rinadi va uzamiz. Qarabsizki, uzilgan rezinka qo'limizga solamiz, abrakadabra va pul rezinkasi yana butun holatga keladi. 100 ta fokus challenge'imga start berganman va bu 4-video. Hoziroq obuna bo'lib qo'ying va videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun saqlang tugmachasini bosib qo'ying. Video yoqqan bo'lsa like bosasiz va keyingi fokusimiz qaysi predmet bilan bo'lishini kommentariyada yozib qoldiring. Eng ko'p yozilgan kommentariy bo'yicha keyingi fokusimizni sizlarga o'rgataman. Sog' bo'linglar, sizlar bilan Shoyat Bekmirzayev bo'ldi. Istoriyaga bitta oluvchi qoldirib ketish esingizdan chiqmasin. Salomat bo'lasizlar. Pul rezinkasini shunday tishlab turib, uzib olib, yana qayta o'z holatiga tiklab qo'yish ilojisi bor. Buni hozir men sizga ko'rsataman. Va pulimiz rezinkasi yana butun. Buning uchun bizga ikkita rezinka kerak bo'lmaydi. Videoni oxirigacha ko'ring, o'rganib olasiz. Buning uchun bitta pul rezinkasi va ozgina shustrik bo'lsangiz bo'ldi. Shu tarzda rezinkani ushlab olamiz, oldindan tayyorlab olamiz va tomoshabinga ko'rsatamiz. U xuddi oddiy bitta rezinkaga o'xshab ko'rinadi va uzamiz. Qarabsizki, uzilgan rezinka qo'limizga solamiz, abrakadabra va pul rezinkasi yana butun holatga keladi. 100 ta fokus challenge'imga start berganman va bu 4-video. Hoziroq obuna bo'lib qo'ying va videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun saqlang tugmachasini bosib qo'ying. Video yoqqan bo'lsa like bosasiz va keyingi fokusimiz qaysi predmet bilan bo'lishini kommentariyada yozib qoldiring. Eng ko'p yozilgan kommentariy bo'yicha keyingi fokusimizni sizlarga o'rgataman. Sog' bo'linglar, sizlar bilan Shoyat Bekmirzayev bo'ldi. Istoriyaga bitta oluvchi qoldirib ketish esingizdan chiqmasin. Salomat bo'lasizlar.